Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalani muhokama qilaman. Pensiya oluvchilar tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadimi? Bu kimlarga tegishli, kimlar xavotirga tushishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga berilmasligi lozim. Bu mavzu har bir oilaga aloqador. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz. Nogironlik pensiyasi oladigan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oladigan qarindoshlarimiz. Men bu videoda sizga masalani oddiy tilda, hujjatlar va amaliy hayotdagi vaziyatlar asosida tushuntiraman. Eng muhimi, tibbiy komissiya deganda nimani tushunish kerak? Qaysi holatda pensioner chaqirilishi mumkin? Qaysi holatda pensiyaga umuman ta'sir qilmaydi? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Shularning barchasini batafsil aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men sizga qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish, qayerga murojaat qilish va qanday ariza yozish kerakligini aniq tartibda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida yetib borsa, ko'plab odamlar pensiya va nafaqa masalasida muammoga duch kelmaydi. Avvalo asosiy savolga javob beraman. Barcha pensionerlar birdek tibbiy komissiyadan o'tishga majbur qilinadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, ya'ni belgilangan pensiya yoshiga yetgani uchun pensiya tayinlangan odam odatda har yil yoki har oy tibbiy komissiyadan o'tib yurishi shart emas. Masalan, erkak kishi 60 yoshga to'lib, yetarli ish staji bilan yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning pensiyasi kasallik darajasiga bog'liq emas. Ayol kishi 75 yoshga to'lib, qonunda belgilangan tartibda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, tibbiy komissiya uning yoshga doir pensiyasini tasdiqlab beradigan organ emas. Lekin bu yerda juda muhim farq bor. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan fuqarolar uchun vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki bunday to'lovlarning asosi aynan sog'liq holati, mehnat qobiliyatining cheklanishi, nogironlik guruhi va tibbiy xulosaga bog'liq. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, ya'ni amaliyotda ko'pchilik TMEK deb ataydigan komissiya ma'lum muddatdan keyin qayta ko'rikdan o'tishni talab qilishi mumkin. Bunda maqsad odamni qiynash emas, balki uning sog'liq holati o'zgarganmi yoki yo'qmi? Nogironlik guruhi saqlanadimi, o'zgartiriladimi yoki muddatsiz belgilanadimi? Shuni aniqlashtir. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida ayrim pensionerlar tibbiy komissiya masalasida turlicha tajribaga duch kelishgan. Kimdir nogironlik guruhini har yili tasdiqlatgan. Kimdir 2 yilda bir marta o'tgan. Kimdir esa muddatsiz nogironlik olgani uchun qayta chaqirilmagan. Ba'zi hollarda hujjatlar qog'oz shaklida yuritilgan. Odam poliklinikadan ma'lumotnoma olgan, shifokorlardan o'tgan, keyin komissiyaga borgan. Hujjat yetishmasa yana qaytarilgan. Natijada keksa odamlar ham, ularning farzandlari ham sarson bo'lgan. Hozir nima o'zgardi? So'nggi yillarda ijtimoiy himoya, pensiya, nogironlik va tibbiy xulosalar bo'yicha elektron tizimlar ko'paymoqda. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga bog'lanmoqda. Shuning uchun ayrim hollarda fuqaroning hujjatlari avtomatik tekshiriladi. Ayrim hollarda esa qayta ko'rik muddati kelganda tizim orqali xabar beriladi. Lekin elektron tizim paydo bo'ldi degani hamma pensioner shifokorlar oldiga yugurish kerak degani emas. Men tomoshabinlardan aynan mana shu farqni yaxshi tushunib olishlarini so'rayman. Eng avvalo nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan fuqarolar o'z hujjatlariga e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 2 guruh nogironligi 1 yil muddatga belgilangan bo'lsa, hujjatda qayta ko'rikchi sanasi ko'rsatiladi. Agar fuqaro shu sanani o'tkazib yuborsa, to'lovlar vaqtincha to'xtashi, qayta rasmiylashtirish kechikishi yoki ortiqcha hujjat talab qilinishi mumkin. Bu juda oddiy, lekin hayotda ko'p uchraydigan holat. Misol keltiraman. 63 yoshli Ahmad aka insultdan keyin 2 guruh nogironligi olgan. Komissiya unga nogironlikni 12 oy muddatga bergan. Hujjatda qayta ko'rik muddati 2025 yil 10 mart deb yozilgan. Ahmad aka buni unutib qo'ydi. Farzandlari esa otamiz pensiyada-ku, endi hech kim chaqirmaydi deb o'yladi. Mart o'tdi, aprel keldi. Keyin to'lovda muammo chiqdi. Aslida muammo pensiya yoshida emas, nogironlik hujjatining muddati tugaganida. Agar oila fevral oyidayoq oilaviy poliklinikaga borib, shifokor ko'rigidan o'tib kerakli tahlillarni tayyorlaganida bu muammo bo'lmas edi. Yana bir misol. Edin Chakish yoshli Dilbar opa diabet asoratlari sababli nogironlik nafaqasi oladi. Unga 3 guruh nogironligi berilgan.
sog'lig'i yomonlashib, ko'rish qobiliyati pasaygan, oyoqlarda asorat kuchaygan. Bunday vaziyatda u faqat muddati kelishini kutib o'tirmasligi ham mumkin. Davolovchi shifokor orqali holati og'irlashganini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlar yig'iladi. Zarur bo'lsa, qayta komissiyaga yo'l borish masalasi ko'tariladi. Chunki ayrim hollarda nogironlik guruhi o'zgarishi mumkin. Bu esa to'lov miqdoriga, ijtimoiy imtiyozlarga, reabilitatsiya vositalariga ta'sir qiladi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi asosida qo'shimcha to'lov olmayotgan bo'lsangiz va sizga hech qanday rasmiy chaqiruv, xabarnoma yoki poliklinikadan yo'llanma berilmagan bo'lsa, hamma pensionerlar majburiy tibbiy komissiyaga chaqirilyapti degan gapdan ko'rib ketmang. Ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda bitta holat hamma uchun umumiy qoida sifatida tarqaladi. Men ekspert sifatida doim shuni aytaman. Avval sizning pensiyangiz qaysi asosda tayinlanganini aniqlang. Yoshga doirmi, nogironlik bo'yichami, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yichami yoki ijtimoiy nafaqami? Har birining tartibi boshqa. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarda ham alohida holatlar bor. Masalan, voyaga yetmagan farzand otasidan ayrilgani uchun pensiya olayotgan bo'lsa, bu tibbiy komissiyaga bog'liq emas. Lekin farzand nogironligi bo'lgan bola sifatida qo'shimcha imtiyoz olayotgan bo'lsa, unda tibbiy xulosa muddati muhim bo'lishi mumkin. Demak, har bir to'lovning asosi alohida tekshiriladi. Bu yerda yana bir muhim masala bor. Yoshga doir pensiyadagi odam kasal bo'lib qolsa, unga tibbiy komissiya kerak emasmi? Kerak bo'lishi mumkin, lekin pensiyani saqlab qolish uchun emas, balki qo'shimcha ijtimoiy himoya olish uchun. Masalan, pensioner yura olmay qolsa, o'zini parvarish qila olmasa, protez ortopediya vositasi, nogironlik aravachasi, eshitish moslamasi yoki reabilitatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, tibbiy xulosa talab qilinadi. Bunday holatda komissiya odamga zarar emas, aksincha unga qo'shimcha yordam eshigini ochishi mumkin. Endi eng ko'p chalkashiladigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, nogironlik muddatsiz berilgan bo'lsa, odamni har safar majburiy qayta ko'rikdan o'tkazish masalasi boshqacha ko'riladi. Muddatsiz nogironlik odatda sog'liq holati barqaror, tiklanishi kutilmaydigan yoki uzoq muddatli og'ir holatlarda belgilanadi. Masalan, ayrim og'ir jarohatlar, qaytarilmas anatomik nuqsonlar, surunkali va chuqur asoratli kasalliklar bo'yicha komissiya nogironlikni muddatsiz belgilashi mumkin. Bunday odam har yili men hali ham kasalman deb isbotlab yurmasligi kerak. Lekin agar yangi imtiyoz, yangi reabilitatsiya vositasi yoki holat o'zgarishi bo'yicha murojaat qilinsa, tibbiy hujjatlar yana kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, komissiyaga chaqiruv og'zaki gap bilan emas, rasmiy tartib bilan bo'lishi kerak. Qo'shni aytdi, tanish aytdi, telegramda yozishdi degan gaplar asosida vahimaga tushmang. Siz oilaviy poliklinikaga, mahalladagi ijtimoiy xodimga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, aynan sizga tegishli ma'lumotni aniqlashtirishingiz kerak. Agar sizga SMS kelgan bo'lsa, unda qaysi tashkilotdan kelgani, nima sababdan chaqirilgani, qaysi sanada borish kerakligi aniq bo'lishi lozim. Shubhali havollarga kirmang. Pasport ma'lumotlaringizni noma'lum odamlarga yubormang. Uchinchi nozik jihat, tibbiy komissiyadan pensiya darhol bekor bo'ladi degani emas. Ko'pchilik komissiyaga borsam guruhimni olib qo'yadi deb qo'rqadi. Ha, komissiya sog'liq holatini baholaydi, lekin bu jarayon hujjatlarga, tekshiruv natijalariga, shifokor xulosalariga qarab amalga oshiriladi. Agar odamning holati haqiqatan ham og'ir bo'lsa, hujjatlari to'liq bo'lsa, davolanish tarixlari mavjud bo'lsa, komissiya buni inobatga oladi. Aksincha, hujjatsiz borish, eski tahlillarni ko'rsatish, shifokor ko'rigidan o'tmaslik muammoni kuchaytiradi. To'rtinchi nozik jihat, kasallik nomining o'zi yetarli emas, uning oqibati muhim. Menda qon bosimi bor degan gapning o'zi nogironlik guruhi uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Lekin qon bosimi insultga olib kelgan bo'lsa, yurak yetishmovchiligi bo'lsa, odam ishlash yoki o'zini parvarish qilish qobiliyatini yo'qotgan bo'lsa, bu boshqa masala. Yoki diabet borligi bir holat, diabet asorati tufayli ko'rish keskin pasayishi, buyrak yetishmovchiligi, oyoqdagi trofik yara. Amputatsiya xavfi bo'lishi butunlay boshqa holat. Shuning uchun komissiyada tashxis bilan birga kasallikning hayotga ta'siri ham baholanadi. 5-nozik jihat, keksa odamning o'zi yura olmasa, uni albatta sudrab komissiyaga olib borish kerak degan qo'yda har doim ham to'g'ri emas.
og'ir yotgan bemorlar, harakatlana olmaydigan fuqarolar bo'yicha uyda ko'rik. Tibbiy hujjatlar asosida ko'rib chiqish yoki qonunda belgilangan boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda farzandlari poliklinikaga borib, davolovchi shifokorga vaziyatni tushuntirishi, uyga shifokor chaqirish, epikriz, kasallik tarixi, statsionar davolanish hujjatlarini tayyorlashi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Oila vaqtida murojaat qilsa, masala ancha yengil hal bo'ladi. Oxirgi kuni yugursam hammaga qiyin bo'ladi. 6-nozik jihat. Komissiya qaroridan norozi bo'lishi mumkin. Agar fuqaro yoki uning yaqinlari sog'liq holati to'g'ri baholanmadi, hujjatlar inobatga olinmadi, guruh noto'g'ri belgilandi deb hisoblasa, yuqori turuvchi komissiyaga yoki qonunda belgilangan tartibda tegishli organlarga shikoyat qilish huquqi bor. Buning uchun og'zaki janjal emas, yozma ariza, tibbiy dalillar, tekshiruv natijalari va asosli izoh kerak. Har bir hujjat nusxasini saqlab qo'yish juda muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya yoki nafaqangiz turini aniqlang. Uyda hujjatlaringizni ko'ring. Pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, TMX xulosasi, ijtimoiy nafaqa bo'yicha qaror, bank kartasiga tushayotgan to'lov turi. Agar tushunmasangiz, mahalladagi ijtimoiy xodimdan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rang. Menga pul tushyapti degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi asosda tushayotganini bilish kerak. Ikkinchi qadam, hujjat muddatini tekshiring. Nogironlik ma'lumotnomasida qayta ko'rik sanasi bo'lishi mumkin. Shu sanani telefoningizga yozib qo'ying. Kalendarga belgilang. Farzandingizga ayting. Masalan, qayta ko'rik 20 iyunda bo'lsa, siz 19 iyunda emas, kamida 1,5 yoki 2 oy oldin tayyorgarlikni boshlashingiz kerak. Chunki tahlillar, tor mutaxassislar ko'rigi, statsionar davolanish ma'lumotlari, UZI, rentgen, MRT yoki boshqa tekshiruvlar vaqt oladi. 3-qadam, oilaviy poliklinikaga boring. Davolovchi shifokorga mening nogironlik qayta ko'rik muddatim yaqinlashyapti yoki sog'lig'im og'irlashdi. Komissiyaga yuborish masalasini ko'rib bering deb aniq ayting. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. Masalan, yurak kasalligi bo'lsa kardiolog, insultdan keyingi holat bo'lsa nevropatolog, diabet bo'lsa endokrinolog, ko'z muammosi bo'lsa oftalmolog, suyak bo'g'im muammosi bo'lsa travmatolog yoki ortoped kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, tibbiy hujjatlarni tartib bilan yig'ing. Bunda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, avvalgi nogironlik xulosasi, ambulator karta ma'lumotlari, statsionar davolanishdan chiqish epikrizi, tahlillar, tekshiruv natijalari, dori darmon qabul qilgani haqidagi yozuvlar, shifokor xulosalari kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning sanasiga e'tibor bering. Juda eski tahlil ba'zan yetarli bo'lmaydi. Masalan, 2 yil oldingi o'zi bugungi holatni ko'rsatmaydi. Agar kasallik surunkali bo'lsa ham, hozirgi ahvolni tasdiqlovchi yangi ma'lumotlar muhim. 5-qadam, ariza va murojaatlarni yozma qiling. Agar sizni komissiyaga yuborishmayotgan bo'lsa, og'zaki aytdim, hech kim qaramadi deb yurishdan ko'ra poliklinika rahbari nomiga yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, kasallik holati, nogironlik muddati yoki sog'lik yomonlashgani haqida yozing. Meni tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga yuborish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq ko'rsating. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 6-qadam, agar pensioner yura olmasa, buni hujjat bilan tasdiqlang. Shunchaki onam yura olmaydi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Shifokor uyga kelib ko'rsin, ambulator kartaga yozsin, zarur bo'lsa yotgan bemorligi, harakatlanish cheklangani, parvarishga muhtojligi haqida xulosa bersin. Keyin komissiya masalasi shu asosda ko'rib chiqiladi. Farzandlar ko'pincha ota-onasini ko'tarib olib borishga urinadi. Lekin avval qonuniy va tibbiy tartibni so'rash kerak. Ba'zi hollarda masalani bemorni qiynamasdan hal qilish yo'li mavjud bo'ladi. 7-qadam. Pul va vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men komissiyada tanishim bor. Falon pul bersangiz, guruhni saqlab beraman. Hujjat kerak emas, o'zim hal qilaman degan odamlardan uzoq yuring. Bunday yo'l ertaga katta muammoga olib keladi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy shifokor ko'rigi, rasmiy hujjat, yozma murojaat, qonuniy tartib. Agar sizning haqqingiz bo'lsa, uni hujjat bilan isbotlash kerak. Agar hujjat bo'lmasa, hech qanday tanish barqaror yechim bermaydi. 8-qadam, qaror chiqqandan keyin uni tekshirib o'qing. Guruh nechanchi, muddat qachongacha
Qayta ko'rik sanasi bormi? Mehnatga layoqat bo'yicha qanday yozilgan? Reabilitatsiya dasturi bormi? Qanday yordamchi vositalar tavsiya qilingan? Ko'pchilik qarorni olib uyga ketadi. Keyin esa ichida nima yozilganini tushunmaydi. Men doim maslahat beraman. Hujjatni o'sha joyning o'zida o'qing. Tushunmagan joyingizni so'rang, nusxasini saqlang, suratga olib qo'ying. Tasavvur qiling, 70 yoshli pensioner oddiy yoshga doir pensiya oladi. Uning oyoqlari og'riydi, qon bosimi bor, lekin nogironlik guruhi yo'q. U ijtimoiy tarmoqda barcha pensionerlar komissiyadan o'tadi degan gapni o'qib qo'rqib ketdi. Bunday holatda birinchi ish vahmi emas, aniqlashtirish. Agar unga rasmiy chaqiruv kelmagan bo'lsa va pensiyasi yoshga doir bo'lsa, u majburiy tarzda pensiyasini saqlash uchun komissiyaga yugurmaydi. Lekin sog'lig'i yomon bo'lsa, oilaviy shifokorga borib davolanishi, kerak bo'lsa, nogironlikka yuborish masalasini ko'tarishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. 45 yoshli fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning qayta ko'rik muddati kelmoqda. U ishlamaydi, davolanib yuradi, lekin oxirgi bir yilda shifokoriga deyarli bormagan. Komissiyaga borganda esa hujjat kam. Bu yerda muammo komissiyada emas, tayyorgarlikda. Agar odam kasal bo'lsa, lekin davolanish tarixi, tekshiruvlar, shifokor yozuvlari bo'lmasa, holatni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men nogironlik pensiyasi oladiganlarga doim aytaman. Faqat komissiya kuni emas, yil davomida sog'lig'ingiz bo'yicha tibbiy yozuvlarni tartibli yuriting. Uchinchi vaziyat. Tabiiy 2 yoshli buvi yotib qolgan. Farzandlar boshqa shaharda. Qo'shnilar komissiyaga olib bormasanglar, pulini to'xtatadi deb qo'rqitgan. Bunday holatda farzandlari birinchi navbatda buning qaysi pensiya olayotganini aniqlash kerak. Agar yoshga doir pensiya bo'lsa, masala boshqa. Agar nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki parvarish bilan bog'liq yordam bo'lsa, poliklinika orqali uy sharoitida ko'rik va hujjat tayyorlash masalasi ko'tariladi. Keksa bemorni asossiz ravishda qiynash to'g'ri emas. Yana bir vaziyat, odam komissiya qaroridan norozi. Unga 2 guruh o'rniga 3 guruh berildi yoki muddati qisqa belgilandi. Bunday paytda his-tuyg'uga berilib janjal qilish foyda bermaydi. U barcha tibbiy hujjatlarni yig'ib, qo'shimcha tekshiruvlardan o'tib, yuqori komissiyaga yozma murojaat qilish kerak. Arizada qarordan noroziman deb yozishning o'zi yetarli emas. Nima sababdan noroziligi aniq ko'rsatiladi. Masalan, yurish masofasi cheklangan, o'zini parvarish qila olmaydi, doimiy dori va parvarish zarur. Ko'rish yoki eshitish darajasi pasaygan, mehnat faoliyatini bajara olmaydi. Har bir gap hujjat bilan tasdiqlansa, murojaat kuchli bo'ladi. Eng katta xato muddatni o'tkazib yuborish. Agar qayta ko'rik sanasi bor bo'lsa, uni oxirgi haftaga qoldirmang. Ikkinchi xato hujjatlarni aralashtirib yurish. Barcha tahlillar, epikrizlar, xulosalar bitta papkada bo'lsin. Uchinchisi, faqat og'zaki gaplarga ishonish. Har doim rasmiy manbadan aniqlang. To'rtinchisi, kasallikni yashirish yoki aksincha hujjatsiz bo'ttirish. Komissiya hissiyotga emas, dalilga qaraydi. Beshinchisi, qarorni o'qimasdan ketish. Sizga berilgan hujjat keyingi to'lovlar va imtiyozlar uchun asos bo'ladi. Men yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Tibbiy komissiya masalasida farzandlar ota-onasiga yordam berish kerak. Keksa odam ko'pincha hujjatni tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Qaysi shifokorga borishni bilmaydi. Farzand yoki yaqin qarindosh kamida hujjatlarni tartibga solib, sanalarni tekshirib, poliklinika bilan bog'lanib bersa, juda katta yordam bo'ladi. Bu faqat mehr masalasi emas, moliyaviy barqarorlik masalasi hamdir. Bir oy to'lov kechiksa, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar muammoga aylanadi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, masalaning eng asosiy mazmuni shuki, oddiy yoshga doir pensiya oladigan barcha pensionerlar ommaviy tarzda tibbiy komissiyadan o'tishga majbur deb vahima qilish kerak emas. Lekin nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, reabilitatsiya vositalari yoki sog'liq holatiga bog'liq ijtimoiy yordam olayotgan fuqarolar tibbiy hujjatlari, qayta ko'rik muddati va komissiya tartibiga juda e'tiborli bo'lishi shart. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq uyda hujjatlarni tekshiring. Pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Nogironlik xulosasida muddat bor yo'qligini ko'ring. Kerak bo'lsa poliklinikaga murojaat qiling. Hamma ishni rasmiy yozma va hujjat asosida qiling. Shunda siz ham o'zingizni, ham yaqinlaringizni ortiqcha sarsonlikdan, to'lov kechikishidan va noto'g'ri qarorlardan himoya qilasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz tibbiy komissiya bilan bog'liq vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz,
izohlarda yozib qoldiring. Sizni chaqirishdimi? Qaysi hujjatlarni so'rashdi? Qanday muammo bo'ldi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy himoya bo'yicha bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani katta muammodan asrab qolishi mumkin.